Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresga olib kelganlarni ham tamomlab, egalariga topshirib ham bo'ldik. Yotoqxona to'plami kelganmiz. Bugungi adresimiz Qashqadaryoga bo'ldi. Mana bu eshikdan kirish joyi, mana bu tomonga divanini joylashtirib berdik. To'g'rog'i mebel klient xohishiga qarab joylashtirildi. Xo'sh, eshikdan kirish joyiga divan, mana bu burchak qismiga trimoni, uyni o'ng tomoniga shkofni terib berdik. Xo'sh, mebel haqida qisqa qilib ma'lumot beradigan bo'lsak, shkafimiz 230 mana bu razmeri, balandligi 210, yonbosh razmeri 60, ya'ni kiyim sig'im razmeri 60 sm bo'lgan. Mana bu holat. Mana bu holatda 60 sm kiyim bemalol sig'adi ichiga. Xo'sh, ichki holati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar klient xohishiga qarab yasaladi. Razmeri uzunroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. O'rta qismi polkalik. Xohlovchilar uchun ikkita chetki qismini polka, o'rtasini ushilka ham qilib beramiz. O'rtasida bitta sipchasi bor. Oynalarga e'tibor beradigan bo'lsak, charxlangan. Oyna qismini mana bunda mebelchilar ko'pi puliga razniца qilgani uchun qo'yishmaydi. Ruchka mana bu. Oynada ham ikkita ruchkasi bor. Chetki qismi charxlangan, aytib o'tganimizdek, ya'ni farsit bo'lgan. Mana bu qismi razmeri 2 ga bo'lingan, sabab razmeri kaltaroq kiyimlar uchun mo'ljallangan. Xo'sh, rolikiga e'tibor beramiz. Hozirda chiqib ketmaydigan mana bunday roliklardan ishlatilgan. Xo'sh, mebelni materialiga keladigan bo'lsak, 100% rossiyskiy laminatdan yasalgan. Rangi mokriy. Uyni ham nima deydi, sviti sal to'qroq bo'lgani uchun mebel rangimiz to'qlashdi. Aslida sal oshroq nisbatan. Xo'sh, divanga keladigan bo'lsak, 210 ga 170 matras razmer. Hozirgi matras Artebichskiy $100 matras bo'lgan holatda matrasga 3 yilgacha garantiya beriladi. Ya'ni matrasimizni tagida mexanizmi bor. Hozir ko'rsatamiz. Mana bunday holatda. Xo'sh, mexanizmni ham ancha kattasi razmeri, kattasidan ishlatilgan. Kichkinasi mana bunday razmerda bo'ladi. Kattasidan ishlatilgan, salkam boshigacha yetgan. Yarimidan o'tgan. Razmeri kaltasi yarimigacha ham yetmaydi. Mana bunday variantda bo'lgan. Ichki holati. Keyin nima deydi? Bizdan so'rashyapti, tagiga do'pisi yo'qmi? Yo'q. Tagiga do'p qo'yadigan bo'lsa, tashaveradi do'pisi. Dispa qo'yiladigan bo'lsa, puliga raznicasi bo'ladi, qo'shiladi puliga. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, matraslari Artebichskiy $100 matras. Tumbalari mana bunday podsvetka qilib, ikkita svetlik qo'yilgan, soatli. Klient o'zlari montaj qilishadi, orqadan tayyor qilib simlarini chiqarib qo'ydik. Xo'sh, mana bu holatda. Tremosi 1.35, balandligi 2 metr. Klient xohishiga qarab yasalgan, o'zi aslida bunaqa emas edi. Mana bu tomoni ikkita tortma, mana bu tomonda eshikcha. Mana menda podsvetkalari bor. Oynada ham, oynani mana bu qismida ham podsvetkalari bor. Aytib o'tganimizdek, oynalar charxlangan 100%. Tortmalari, rolklari vakuumda. Mana bu ichki holat. Xo'sh, bizni adres so'raganlarga biz adres Jizzax shaharining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Bog'lanib, aloqaga chiqishingiz mumkin bemalol. Telegram orqali ham mebelni buyurtma berib, 2-3 kun dastavka uстановкасы ichida bo'ladi. 150 kilometrgacha aytilgan narxda qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi.